Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'zbekiston Yarjanosining navbatdagi 3 kuni navbatdagi buyurtmamiz asosidagi yasalgan kacholimizni ancha bo'ldi yasab berganimizga mana ishlash holati bo'yicha birinchi startoviy holati bo'yicha video ma'lumot beryapmiz. Xarakteristikasi haqida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, quyidagi kacholimiz minimum 1500 kvadratdan maksimum 4500 kvadrat joygacha bo'lgan hududni qizdirish quvvatiga ega holatda yasab taqdim qilindi. Ya'ni kim sistema turiga bog'liq va sistemadagi suv sig'imiga bog'liq holatda kacholni har xil quvvatda ishlatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ushbu kacholimiz teplobeniklari 57 mm diametrdagi turbalardan yasab taqdim qilingan. Ya'ni kachol universal holatda ham o'tin ko'mirda va oqma gazda ham katta KPDga ega bo'lishligi uchun teplobeniklari turba ko'rinishda yasab taqdim qilindi. Xo'p, kacholimizda ko'mirxona sig'imi 0,25 kubni tashkil qiladi. Ya'ni 250 litr sig'imga ega, kiloga aylantirganimizga 300 kilogacha qattiq yoqilg'i qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ikki qismdan iborat kachol. Pastki qismi o'choqxona sifatida yasab taqdim qilingan, yuqori qismi teplobmenik holati bo'yicha yasab taqdim qilingan. Ko'rib turganimizdek, kacholimizni ekspluatatsiya qilish holati bo'yicha agar remontga keladigan bo'lsa, ma'lum yillardan so'ng pastki holatini yuqori qismidan ajratib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz va bemalol remont qilgan holatda yana o'z o'rniga qo'yish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ushbu holatda kacholimiz hozir demak katta bog'chaga qo'yilgan, ya'ni bog'chaning umumiy maydoni 2500 kvadrat joyni tashkil qiladi. Hozirgi holatda bu kacholimiz 1500 kvadrat joyga cho'pli pol qilingan hududni qizdirish vazifasini bajaryapti. Tizim yopiq sistema asosida yasab taqdim qilingan, ya'ni cho'pli pol. Ko'rib turganimizdek, kachol to'liq yopiq sistemada ishlab turibdi. Hozir kacholimiz ishlagan holati bo'yicha ma'lumot beramiz. Kacholga 65 daraja harorat holati bo'yicha issiqlik ta'minoti buyurilgan. Ya'ni kim ventilyatorimiz bor, nadduv relay bor. Relayda hozir 65 gradus ko'rsatilgan. Hozir 65 gradusga yetgandan so'ng ventilyator o'chadi. 65 gradusdan sovigandan so'ng yana avtomatik holatda ventilyator o'z-o'zini qo'shadi. Ya'ni kacholimiz aqlli rejimda ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ayni holatda kacholimiz to'liq o'ziga qabul qilayotgan suv sig'imi 300 litrni hosil qiladi. Hozir sistemada qancha suv borligini aniq ma'lumotga ega emasmiz, lekin kacholimiz pastki o'choqxonasi va yuqoridagi teplobmeniklari 300 litr suv sig'imiga ega holatda yasab taqdim qilingan. Pastki qismi 4 mm qalinlikdagi rossiyskiy горячий listlardan yasab berganmiz. Yuqori qismi 3 mm qalinlikdagi demak rossiyskiy горячий listlardan yasab berilgan. Kalasniklar o'rnida shvellerlar qo'yilgan. 10 cm kenglikdagi shvellerlarimiz, ya'ni ki kalasniklarimiz kachol xizmat qilish darajasiga yaqin, hattoki undan uzoqroq vaqt ham xizmat qilib berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, yana bir bor eslatib o'taman. Kacholimiz 1500 kvadrat joydan maksimum 4500 kvadrat joygacha bo'lgan hududni qizdirish quvvatiga ega bo'ladi. Xo'p, kacholimiz ishlash holati bo'yicha ma'lumot berishga harakat qilamiz. Kacholimizda 3 ta eshik mavjud. Pastdan kul olish uchun asosiy zapravka qiladigan eshigimiz, yuqorida teplobmeniklarimizni tozalash uchun maxsus uzun katta eshik qoldirganmiz. Sababi kacholimizda teplobmeniklar trubchатый holat bo'yicha yasab taqdim qilingan. Hozir mana kachol ishlab turgan holati bo'yicha holat kuzatilyapti. Terma relayga 65 darajadagi harorat buyurilgan. Hozir kacholimiz 65 darajagacha suvni qizdirgan holat bo'lsa, ventilyatorimiz o'chadi. Hozircha startoviy holat bo'yicha kachol ishlab turibdi. Mana горение holatini ko'rsatishga harakat qilamiz. Abus yordam berib o'ring eshikni. Eshiklarning gabariti mana shu holatda ochiladi. Tashqi ruchkalarimiz qizimaydi, keyin yetib kelmaydi. Mana zarat bo'yniklarimizdan keyin yaxshigina harorat bo'ladi. Mana kacholdagi горение holati. Ko'mir solingan o'tin bilan mana yonish holati bo'yicha kachol mana shu holat bo'yicha ishlaydi. Hurmatli kuzatuvchilar, kacholning ko'mir sig'imi, ya'ni ko'mirxona sig'imi litrda 250 litrni hosil qiladi. Agar buni qattiq yoqilg'i kiloga o'tkazadigan bo'lsak, har bir litrimiz 1 kilo 200 gram og'irlikdagi qattiq yoqilg'i qabul qilish imkoniyatiga bo'ladi. Ya'ni 300 kilo ko'mirxona hosil qilingan deb aytsak bo'ladi. Pastdagi eshigimiz ham
Qurdonni ishga hech qanday modus ochiladi, bu yerda issiqlik bo'lmaydi. Mana kameramiz quyidagidan iborat. Yuqoridagini ochish imkoniyatiga egamizmi? Yuqoridagini demak, ochgan holatimiz bo'yicha ichkarida zarazboynik qo'yilgan. Ya'ni bir qavat temir bilan qoplama qilingan. Ya'ni mana shu ko'rinish bo'yicha kotelda holat yuzaga keltirilgan. Hurmatli kuzatuvchilar, o'zishlangan jamoasi bilan har xil quvvatdagi gaz va ko'mirda ishlaydigan kotellarni yasab taqdim qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Telefon orqali, Telegram orqali bizga murojaat qilsangiz, istagan quvvatdagi kotellarni yasab berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Keyingi holat bo'yicha hozir ichkarida qanday holat bo'yicha ishlayapti, qancha haroratda suv tizimi hosil qilingan, shu haqida o'z ma'lumot berib o'tamiz. Endi isish maydoni haqida ma'lumot beramiz. Mana shu bog'chamiz. Manzil Qashqadaryo viloyati Koson tumanida joylashgan xususiy bog'cha. Bog'chani umumiy maydoni 2500 kvadrat joyni hosil qiladi, ya'ni imorat qurilgan joy. Shundan 1500 kvadrat joyiga to'pli pol qilingan. Hozir kotel 1500 kvadrat joyni qizdiryapti. Maksimum quvvati demak 4500 kvadrat joygacha bo'lgan hududni qizdirish quvvatiga ega holatda yasab taqdim qilinadi. Mana ushbu bog'chamiz. Hozir ichkariga kiramizda kotellik xonadan video obzorni davom ettiramiz. Bog'cha yangi, xususiy bog'cha, xudo xolasa. Mana isitish tizimlari topshirilsa, bog'chamiz ishga topshiriladi. Bog'chada radiatorlar ham bor. Radiatorlardan tashqari to'pli pol holati bo'yicha kotel o'z faoliyatini olib boradi. Ya'ni imoratimiz asosan to'pli pol hisobiga isitiladi. Ustalarimiz Bekzod aka, Abbos, o'zishlangan jamoasining ustasi. Bekzod aka demak ushbu imoratda demak isitish tizimini yasab bergan ustamiz hisoblanadi. Kotelimiz quyidagi ko'rinishda joylashgan. Mana shu ko'rinishda kotelda tizim yaratilgan. Bekzod aka, ozgina ma'lumot berib o'ting. Xullas, bu yoqda 2 etaj, to'pli pol, boiler sistemasi qilingan. Boiler sistemasi qilingan. Tak, vodopargatovka, sho'r suv, bu tomoni shirin suv, bu tomoni sho'r suv, bu hojatxonaga, bu tomoni dushga. Tak, расширительный baklarimiz отопленияga, bu issiq suvni tayyorlashi, расширительный baklar. Boilerimiz yozga ten orqali, qishga faqat kotel orqali, ko'mir kotel orqali ishlaydi. Межсезонье ekanda. Mana kollektorimiz quyidagi ko'rinishda katta kollektor qo'yilgan. Nasoslar ustachilikdan xabar bor odamlarimiz biladi. Bular tarmoqqa bo'lingan bo'ladi. Har bitta nasos o'zini tarmog'iga javob beradi. Bekzod aka, umumiy maydoni qancha hozir? Aytib o'tgandek, kotellarimiz hozirgi ishlash holati bo'yicha 1500 kvadrat joyni qizdirish holati bo'yicha xizmat qiladi. Hammasi to'pli pol, radiatorlarimiz ham bormi? Radiatorlar, smeshinniy siklda ishlar ekan. Ham to'pli pol, ham radiator, lekin asosiy qizish manbai bu to'pli pol bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q, отопление. Отопление ham bormi? Ha, отопление ekan. Mana shunday. Hurmatli kuzatuvchilar, ustani ham nomerlarini qoldiraman. Bekzod akamiz mana shunday katta-katta imoratlarga asosan sistema qilib berish bilan shug'ullanadi. Xonadonlar uchun ham murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Video ostida nomlari bilan Bekzod akani mana shu raqamlarini qoldiramiz. Hozir harorat 60 gradus. Ha. Mana. Hurmatli kuzatuvchilar, yonish holati haqida ma'lumot berdim. Hozirgina mana kotelda qanday holatda yonish holati ketyapti va qanday quvvatda mana suv qizdirilish haqida to'liq ma'lumot beryapmiz. Mana kotelimizdan
kirib kelish holati bu. Bu обратка qaytib ketish holati bo'yicha. Bu kollektorda mana hozir 60 gradus harorat bor. Hozir bugun birinchi start bo'ldi. Hammaga ma'lum, birinchi start holati bo'yicha sistemada sovuq suv bo'ladi. Nisbatan qizib olguncha ma'lum darajada koteldan kattaroq quvvat talab qiladi. Hozir ishlab bo'lgandan so'ng bundan keyin 30% ga yoqilg'i sarfi kamaygan holatda ishlatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Sababi o'sha suv harorati komnatli temperaturaga o'tgan bo'ladi. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, ushbu ko'rinishda mana kotelimiz ishlashda davom etyapti. Kotelda 65 gradus harorat belgilangan. Sistema qanday yasalganligi haqida ham mana video davomida ko'rsatishga harakat qildik. Usta bilan birga to'liq ma'lumot berdik degan umiddamiz. Ushbu holat bo'yicha ayni kotelimiz mana shu bog'chamizni qizdirish vazifasi bilan band bo'ladi. Endigi navbat, hurmatli kuzatuvchilar, videomizni yakunlashga yetib keldi. Mana shu ko'rinishda biz kotelimizni o'z egalariga ishlatib topshirdik. Agar sizda ham shunday kotelga talab bo'ladigan bo'lsa, nafaqat bunday katta imoratlar, issiqxona, teplitsalarga ham har xil turdagi isish qozonlarini yasab berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. O'z Chilangar jamoasiga murojaat eting. Telefon raqamlarini qoldiramiz. Imkon bo'lsa, Telegram orqali ham murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.